Ben kasalxonadan chiqdim. Endi men bu boladan qiz osilma olaman. Qari ko'radi meni. Men lavaga cho'ktirdi. Kasalxonadan chiqib oldim-ku. Endi men kiyimlarimni almashtirib oldiga boraman-da, uni do'konni yoqib boraman. Endi uni do'konni yoqaman-da, hozir kiyimlarimni almashtirib chiqay. Kechda uyiga o'g'irlikka do'koniga o'g'irlikka tushishga harakat qilaman. Mana kiyimlarimni ham almashtirib bo'ldim. Endi men hozir do'stlar sizlar bilan salomlashish esimdan chiqdi. Hammaga salom. Biz hozir avvalgi safar Shoha bizni yoqib yuborgandi. Shuning uchun hozir biz uni do'konini parchalab tashlaymiz, o'g'irlikka tushib. Hozir men sizlarga sirli joyimni ko'rsataman. Qani olg'a. Mana bu yoqda men sirli joy qilganman. Tushamiz. Mana shu yerdan o'zimga kerakli narsalar bor. Mana pullar, aslahalar. Hozir biz tiqilib qoldim. Hozir biz endi Shoha topishimiz kerak. Qani unda olg'a. Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Shoha Gamer va Gamestar. Короче, men bolalar yangi do'kon ochdim va bizni qishloqda o'zgarishlar juda yaxshi va bizni qishloqqa mamlaqa harbiy kuchukcha olib kelishdi va bizni yana bitta o'yinchi ko'chib keldi qishlog'imizga. Hozir biza do'konimni sizlarga obzor qilib beraman. Mamlaqa yovvoyi kuchuklar ko'payib ketgandi va qo'shnimni sigirlarini, mollarini o'ldirayotgandi. Qani men do'konimni ochdim. To'xtanglar, haloyiqqa gapim bor. Haloyiq, hamma men do'konimni ochdim, kelishinglar mumkin. Hozir borib ko'raychi. Mana bolalar, xohlagan narsalaringlar bor. Do'konimiz. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz, Yaxshiman. bola chaqa deganda hammasi yaxshimi? Ha, o'zingizchi do'kon yaxshi kelyapmi? Bu yerda svet bormi? Mana, yoqildi. Rahmat. Qani nimalaringiz bor? Yangi ochildi deb eshitdim. Xohlagan narsamiz bor siz uchun. Nima kerak sizga? Nima kerak? Tort bormi? Tort? Menimcha hozir mana bor. Necha dollar turadi u? Tort $10. O'mi? Ha. To'xtang hozir. Mana shu $10. Ha? Tortni olishingiz mumkin. Mana. Rahmat, hurmatli mijoz, siz kelib turing. Yaxshi. Xayr. Do'konimizda sizni yana kutib qolamiz. Bo'ldi, birinchi klientim juda yaxshi bo'ldi. Va endi keyingi klientlarimni ko'raydi. Biroz charchab ketdim. Uyimga borib oldim. Rahmat. Mana hozir obunachilar sizlarga ko'rsatdim do'konini. Men tort oldim. Mana endi hozir biz uyimga olib boray. Mana bunda 102 so'm, $102 bor ekan. Hozir men sizlarga sirli joyimdan endi kech kun tushganda do'koniga boramiz. Ko'rdingizlar axira. Endi qani unda olg'a. Buni chilamay bella juda og'ir ekan. Yo'q, buncha og'ir bo'lmasa buncha og'ir bo'lmasa mayli tezroq yurimiz. Qo'lim charchab ketdi obunachilar. Mana shu yerga qo'yib turaydi. Mayli ko'tarib olay, o'z-o'zgina qoldi. Eshikni ochib oldim. Eshikni qulflab olaydi. Yaxshi qulfladim. Mebel buncha og'ir bu. Mana. Va nihoyat kravatimni qo'yib oldim. Bo'ldi. Bizda bitta o'z narsamiz ketdi, ya'ni tortimiz bu. Endi biz yangi narsa olib kelishimiz kerak.
bugun men mana shu yerda tunab qolaman, короче. Mani pullarim ko'p, yangi ochilgani uchun. Hali men buni arendasini pulini to'lashim kerak va men bu chiroqlarga ham ko'proq pul to'lay olishim kerak. Mana ko'ryapsizlarmi, chirog'im vashshe ketyapti. Men bunaqa rasmlar ham olib keldim. Mayli. Buni shilab bu soqqa, men soqqa yomon kuchli bo'ldi. Birinchi ochilgani uchun men bunday narsalar arzon bo'ldi, уже qolmadi mana. Narsalarimiz ham birin-ketin qolmayapti, lekin men endi men bu obunachilar, men bu do'kondagi bu mollarni olib kelaman. Ketdim do'kondan. Mayli, eshikni ilmasam ham bo'laveradi. Qulflamasam ham bo'laveradi. Baribir kim ham tegardi? Men do'konim kimga ham kerak. Mana unda ketdik. Qani do'stlar, hozir biz asta-sekinlik bilan borib olamizda uni ichidagi pullarni o'g'irlab qochamiz. Yo'qol bu yoqdan. Hozir otaman seni. Pistoletim bormi? Yo'qol. O'zi bir ikki urib qoldim. Hozir do'koniga kiramizda pullarni o'g'irlab chiqamiz. Qani izimdan obunachilar. Pullar bormikan? Üstümde esli çok yonimga kelsalar hozir aslaham bor. Hozir pullarini olamiz, hamma pullarini olib qo'yamiz. Keyin bankrotga uchrab yo'q bo'lishi mumkin. Do'konini keyin hisob bir bo'ladi. Mana pullarini oldim obunachilar. Ko'ringlar. Mana bunda mana agar esli cho'y kelib qolsa, pistoletim bor. Qanunda hozir olg'a. Obunachilar, men mollar ham qolmabdi menga. Ertaroq borish kerak edi. Endi men ertaroq boraman, ertaga do'konga. Bugun rosa charchadim. Shuncha odamga narsa sotdim. Endi men bu pullarni kassaga solib qo'ydi. Nima? Kassada pullar yo'q? Do'konim yopiq-ku. Men esim qursin. Yopish esimdan chiqib qopti. Voy bolalar. Men buni qo'yib turamiz. Bila, qayerdan topaman? Endi kecham tushyapti. Mayli, bir ikkita qo'shnimdan so'rab ko'raychi. Qo'shni. Uyingizdamisiz? Assalomu alaykum. Короче, mani anaqa kassam do'konimni ko'rmadingizmi? Nima bo'ldi ya? Hamma pullarimni o'g'irlab ketishibdi. Men u pullarni narsaga qo'yib qo'ygandim. Siz ko'rmadingizmi? Men do'konimni olmadingizmi? Yo'q. Qani yuringchi ko'raylik. Hozir hech kim pul bo'lmaydi. Qani keling. Hozir boryapman. Mana kassa qarasam hech narsa yo'q. Hozir bular o'zimni solgan pullarim. Voy, nima bo'ldi? Bilmayman, o'shani aytayapman. Endi men do'konga mollar ololmayman. Do'konim yopildi. Hali men bu chiroqni pulini ham berishim kerak. O'chirib qo'yaman. Chiroqni pulini ham berishim kerak. Qanaqa qilib yo'qotdingiz yo? Bilmadim, do'konni ochib qo'yib ketgan ekanman-da. Esim qursin. Bu yerda o'g'rilar juda ko'p. Siz qayerdan bilasiz? Eshitganman. Bizni qishloqda oldin umuman o'g'rilar yo'q edi. Yo'q. Men internetlarda eshitganman. Mayli, endi kechroq gaplashamiz. Mayli, sog' bo'ling, rahmat lekin. Uzr bezovta qildim. Yaxshi, xayr. Bo'ldi, men bu odamdan lekin sal shubhalanaman. Hozir kechqurun tushsinchi, men buni uyiga boraman hozir. Uydan ko'raychi. Asta uyga borib olaman. Do'konni qulflab oldi. Qulflab oldim. Endi buni do'konni qulflashni hech qachon esimdan chiqarmayman. Obunachilar, hali bu bolaga ko'rsatib qo'yaman. To'xtangchi, asta qarab olaylik, oynasidan asta. Men blokni sindirish kerak. Eshitib qolmasa bo'ldi, ish qilaman. Mana ekan.
Nima u? Qanaqa? Nima bo'ldi? Gapirmaslik kerak, sezib qol. Oynamni sindirishdimi? Kim u? Hozir adabini chiqaraman buvani. Suvga sakradim. Qani kim keldi u? Voy, Buncha suv. buga kim bu qo'ydi? Kim qaradi men o'ynamni? Ay, yo'q. Kimdir meni ataylab kuzatib yuribdi. Hali ertalab tushaversinchi, adablarini beraman bularni. Balki bolalardir. O'zi yaqinda qo'ydirgandi bu oynalarni. Ko'rsam hozir bularga. Yo bolalar Ertada. bu joyda bedro nima qilyapti? To'xtanglar, tushib ko'raylikchi. Bu yoqda ham bedro. Bu yoqda ham. Yo bolalar, yo. Nimalar bo'lib ketyapti menga? Bu yoqda ham bedro. Nima bola ko'p tashagan bu? Jinursan, men bunga ko'rsatib qo'yaman. Uxladimi? Uxladi. Eshikni sekin ochib olaydi. O'shda. Endi yopamiz. Uyg'onib ketdi. Nima bu? Voy, Sen tush ko'ryapsan. Yo, sen tush ko'ryapsan. qo'ling tutar, otama. Sen Qo'ling tush tutar. ko'ryapsan. Qo'ling tutar. Sen tush ko'ryapsan. Bolalar zo'rg'a hayron bo'ldim. Menimcha mana shu yerda bo'lsa kerak. Mana topoldim, buni yopib qo'ydi. Qo'ydim. Mana shuncha pulim tezroq olish kerak bu boladan. Tezroq olamiz narsalarimni. Janursan. Hali men buni sudga beraman ahmoni. Hali ko'radi-yu mendan ko'rdanak. Mendan ko'radi, hali hammasiga ko'rsatib qo'yaman bularni. Do'kondagi narsalar ham yo'qda. Hamma narsa olamiz bolalar. Hamma narsasi hech qaysini o'ziga bermayman. Nima u tovush? Yo'q, Chiroqni o'chirdim. Nima u? Mayli. Pastdan chiroqni. Kim bu yoqda? Kim bu? Haykami? Pistoletim bor esda. Odam emasmikan bu? Mayli. Menga to'g'ri haykal bo'ldi. Yo'q edi ku. Voy! Yaqinda o'tgan o'xshaydi. Mayli hozir. Kuzatib ko'raychi. Qochib ketaman. Uydan qochamiz. Uydan. Yo'q, bolalar qochish kerak. Suvga sakradim. Oy bolalar. Voy, kim bu? Kim edi bu? Kim bu? Suvdan nima chiqdi? O'qim keldi. Menimcha alahsirayapti menimcha. Hozir Qo'rqitdim men bu bolani. nima bu ko'ryapman? Bu yerda beklayaptim-ku. Yo'q! Boyagi o'g'rimidi? Hozir tutay buni. Qayoqqa ketdi u? Qayoqqa ketdi? Do'kon edikmi? Ilkiga. Qayoqda bu? Bolaman berkinaman. Bu yer teshik. Topdimmi? Sen mendan ko'radiganingni ko'rasan. Senga. Pistoletim bor. Qo'ling tutar. Sen olasan bugun. Tushundingmi, ahmoq? Sen men do'konimdan narsalar olmardingmi? Mana senga. Yo'q. La'nati iflos. Ay. Yomon. La'nati. Hali men senga ko'rsatib qo'yaman bularni hammasini kim qilganini.